Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. Husanov bo'yicha yakuniy ma'lumot berildi. 2026-yilgi yozgi transferlar oynasi arafasida City Extra nashri Enzo Maresca boshchilik qiladigan Manchester City'ning har bir futbolchisi haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni har tomonlama tahlil qilib chiqdi. Pep Guardiolaning ketishi Etihadda katta o'zgarishlarga turtki bo'ladi. Garchi jamoa yakunlangan mavsumda ikkita kubokni qo'lga kiritgan bo'lsa-da, jamoa har tomonlama yangilanish va islohotlarga duch keladi. Ushbu tahlilda yangi davrda qaysi futbolchilar jamoa o'zagini tashkil qilishi, kimlar o'ziga boshqa jamoa topish kerakligi oydinlashdi. Abduqodir Husanov 2024-2025-yilgi mavsum oxiridagi umid beruvchi o'yinlaridan keyin O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi o'tgan mavsumda haqiqiy ma'noda o'z iqtidorini namoyon qildi va o'zining noyob himoyaviy mahorati hamda tezkor tiklanish qobiliyatini ko'rsatdi. U himoya markazida istalgan jamoadoshi bilan mustahkam himoya tandemini yarata oladi. Demak, Husanov City'da qoladi. Hamyurtimizga omad tilab qolamiz. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.